Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Xo'sh, kimyo muhandisligi kafedrasining navbatdagi to'garagini boshlaymiz. Bugungi to'garagni kichik guruhlarga bo'lingan holatda olib boramiz. Vaqtimiz tugadi. Hamma, demak, belgilangan vaqt davomida qurilmani yasab bo'ldi. Ana endi shu shartimiz davomi sifatida har bir jamoadan bir kishi o'sha o'zi yasagan maketini, texnologik tizimini tushuntirib berish kerak. Biz tayyorlagan maketimiz epixlor gidrinning ishlab chiqarish texnologiyasi hisoblanadi. U asosan avtomobilsozlikda, qurilishda va ichimlik suvlarini tozalash uchun ishlatiladi. Marhamat, sintez jamoasidan kim tushuntirib beradi? Ushbu qurilma neftni atmosferada fraksiyalash, ya'ni elektrifikatsiyalash qurilmasi hisoblanadi. Neft bizga organik sintez uchun asosiy xomashyo hisoblanadi. Qizdirilgan neft 320-360 gradusda elektrifikatsiyaning, ya'ni kolonnaning o'rta qismidan yuboriladi. Uchinchi jamoa, katalizator jamoasi. Bizning qurilmamiz tabiiy gazni nordon komponentlardan tozalash. Bunda asosan absorpsiya jarayonidan foydalanamiz. Ana bu yerdan gaz kiradi, nordon gazlar, ya'ni uglevodorodlar kirib, bu yerdan esa amin gazlar kiradi. Bu yerdan vodorod sulfid orqali tozalanib, bu yerdan toza holdagi gaz chiqib ketadi. Bu yerdan sovutgich orqali sovitilib, 60-80 gradus atrofida. Ikkinchi shartda har bir jamoadan bir kishi laboratoriya qurilmalarini nomini aniqlab berishi kerak. Uni ko'rmasdan turib, ya'ni ko'zimiz yopiq holatda, qo'limiz bilan ushlagan holatda aniqlay olamizmi yoki yo'qmi? G'unja. Qabuldan boshlaymiz. Nasatka. Bu tagiga skolba. Mezur. 2 yoki 3 og'izli bo'g'izli kolba. Barcha ishtirokchilar to'liq javob berib bildi. Demak, siz haqiqatan ham shu qurilmalarni nima ekanligini topib oldingiz. Ana endi 3-chi shartimizni boshlaymiz. 3-chi shartda, demak, oldingi to'garagimizda vazifa berilgan edi. Har bitta jamoa o'zi uchun qiziqarli tajriba tayyorlab kelish kerak edi. Hozir har bir jamoadan bir kishi shu qiziqarli tajribani bajarish kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, mana bugun siz o'zingizni bo'lajak muhandis, texnologga xos tutdingiz. Buni mana tayyorlagan maketlaringizdan ham bilishimiz mumkin. va kimyoviy reaksiyalar ham juda ham qiziqchidi va biz bilamiz, kimyo juda ham qiziqarli fan. Kimyoda bunaqa reaksiyalar hali juda ham ko'p.
Demak, sizlar bilan yana keyingi to'garak jarayonida ham xuddi shunaqa qiziqarli reaksiyalarni amalga oshiramiz va siz o'zingiz qaysi reaksiyalar sizni qiziqtiradi, taklifni bering. Biz demak buni chiroyli amalga oshirib beramiz. Shu bilan bugungi to'garagimiz nihoyasiga yetdi. Barchangizga rahmat. Keyingi to'garaklarga ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.